7,5 million so'm pul rasxod qilingan mana shu sanuzeldagi hamma jihozlariga. 60 santimetrlik chuqur kallali rakvina qo'yib berganmiz. Qora smesitelari, qora aksessuarlari, qora chet ramkali podsvetka oyna bilan funksiyalari abagrev, led, xonani grafini ko'rsatadigan funksiyalari bor. Bu yerda unitazimiz Tornado switchli kasting zo'r unitaz qo'yib berganmiz. Bu yerda 80 santimetrlik qora rangdagi sushilka, yo'qta veshelkalari bilan ichkarida dushovый тропический смеситель и shampun sovunlarni qo'yib qo'yish uchun polkalari, yerda ikkita trap bor. Mana shu sanab o'tgan jihozlarimni o'ziga ketgan pul 7,5 million so'm bo'lgan. Kafil usta haqqidan tashqari bu videoni просто remont qilayotgan bo'lsangiz hisob-kitobini olishingiz uchun chiqazibmiz. Kimga shunaqa santexnika mahsulotlari kerak bo'lsa, profilga obuna bo'lib qo'yinglar, telefon qilib bemalol do'konga kelsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz.